Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat ukajonim, o'zingga ham qaytlan boraversan. Qalay ishlar? Zo'r. Aka, Amerikada hayit ayyomi qalay tasvirlab bersangiz? Endi Amerikada hamma o'ziga yarasha hayit ayyomlarini nishonlashadi. Masalan, biz angliyaliklar Qurbon hayiti, Ramazon hayitlarida birdamlikda hammamiz yig'ilgan holatda oilaviy parklarga chiqib piknik qilib, shashlik, o'zimiz milliy oshlar qilib maza qilib o'tiramiz. Ko'pchilik so'raydi, angriyaliklarni ko'proq ko'rsating deydi. Angriyalik muxlislarimiz o'sha vatandoshlarimizga chiroyli tilaklaringizni aytsangiz. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli mana shu Ozodbek ukamizni muxlislari, podpischiklari, biz angriyaliklar Amerikada juda ham inoqmiz. Sizlarga green card o'ynashni tavsiya qilamiz. Green card o'ynanglar, qonuniy yo'l bilan kelinglar. Safimizga qo'shilinglar. Omadlaringiz bersin. Shashliklar zo'r aka, gap yo'q, lekin boplabsiz. Voy, shashliklarda, masalan, men o'zim O'zbekistonda shashlik qilib yurganman. Bu yoqda ham shashlik qilishni yaxshi ko'raman. Bu meni bitta hobbim desam bo'ladi. Tak что kelaveringlar. Pekin shashlik yeyishni xohlasalaring, kelinglar, biz safimizga qo'shinglar. Pekin shashlik oshlari bor, xudo xolasa. Shashliklarga gap yo'q aka, hozir buni mazasini ko'rib, yurtdoshlarimizdan bilan birgalikda baho beramiz. Albatta uka. Izlashda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Like bilan dislike adashtirib qo'ymanglar.